O'zbekistonda sudlar tomonidan ajrashish paytida belgilanadigan yarashuv muddati endi yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu me'yorni rasman bekor qiluvchi muhim qonunchilik o'zgarishini imzoladi. Endi zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar, oilaviy ta'qib va bosimlardan bezor bo'lgan fuqarolar ajralish uchun qo'shimcha muddat kutishga majbur emas. Bu normaning amaldan olinishi oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar uchun nihoyatda katta yengillik bo'ldi. Bunga qadar hatto jismoniy yoki ruhiy azoblarga uchragan ayollar sud qarori bilan muayyan muddat davomida yarashish ehtimoli bilan zo'ravon eri bilan birga yashashga majbur bo'lardi. Bu muddat davomida farzandlar ham shunday muhitda qiynalardi. Endi esa jabrlangan shaxs darhol ajrashish huquqiga ega bo'ladi. Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva 9 aprelda qabul qilingan mazkur o'zgarishni ayollar huquqlari va bolalar xavfsizligi yo'lida katta qadam deb baholadi. Shaxsiyatni poymol qilgan muhitda hech qanday yarashuv bo'lmasligi kerak. Hurmat va xavfsizlik bo'lmagan oilada yarashuv mumkin emas. Ayol o'zini tanlash kerak. Jamiyat esa buni qo'llab-quvvatlash shart dedi. Saida Mirziyoyeva bu nafaqat ayollar, balki bolalarning ham manfaati uchun muhim ekanini ta'kidladi.